Bex sezoni ham ochiq. Bex oddiy mahsulot emas, yurakga, jigarga, asabga, immunitetga, undan tashqari juda ham ko'p narsalarga foydasi bor. Shirin hidi va mazasini etmasa ham bo'ladi. Shuning uchun bu imkoniyatdan foydalanib, murabbo va kompot yop oldik. Murabbo uchun bexalarni yaxshilab yuvib, shunaqa mayda bo'laklarga bo'lib olamiz. Katta tavoraga suv qo'yamiz. Suvimiz qaynaguncha bankalarni kirsovunlab yaxshilab yuvib, boshqa idishga banka va qopqoqlarni sterillash uchun suv qo'yamiz. Qaynab chiqqan suvimizga to'g'ralgan bexalarni solib, yumshab pishguncha qaynatamiz. Yarim soatda bexlarimiz pishib chiqadi. Keyin bexlarni suvdan oldik, sababi suvimiz sal ko'proq ekan. Yetarlicha suvini qoldiramiz va shakar qo'shib qiyom tayyorlab olamiz. Qiyom 10-15 daqiqada tayyor bo'ladi. Bex suvimizni ustiga bexidonlardan solamiz. Keyin yarim piyola limon suvi, yarim kosa qora choydan qo'shib yuborasiz. Yana ham mazali bo'lishi uchun yong'oqlarni pechda qizitib oldik. Keyin yarim soat 40 daqiqa qaynaganidan keyin sterillangan bankalarimizga murabbolarni solib, qopqog'ini yopib iste'mol qilish uchun olib qo'ydik. Bex murabboyimiz ham tayyor. Endi kompotga navbat. Kompot uchun bankalarni ham yaxshilab yuvib oldik. Bexlarni ham yuvib, bo'laklarga bo'lib oldik. Bexlarni chiroyliligini qaranglar. Butun oshxonamiz bexini shirin hidlariga to'lib ketdi. Bex yana ham yoqimli maza bo'lishi uchun limonlarni ham barra qilib to'g'rab, bir donadan yoki 2 donadan bex kompotga qo'shamiz. To'g'ralgan bexlarimizni yana bir marta yuvib, bankalarni qopqoqlarni sterillash uchun qo'yib olamiz. Suvlarimiz qaynagandan keyin bankaga 12 tadan bex, 2 tadan yoki 1 tadan limon, shakari tabiiylarga ko'rib shirinroq ichsanglar ko'proq, uncha shirin ichmasanglar kamroq solsanglar bo'ladi. Keyin ustidan qaynagan suvni qo'yib, krishkalarini yopib, orqasini o'girib, o'zini o'zi sterillash uchun ustidan adyol yopib qo'ydik. Kompotlarimiz ham tayyor. Ichkilik esa bizanikiga kelinglar. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'ysanglar xursand bo'laman.